Avvalambor assalomu alaykum YouTube'dagi kanalimiz kuzatuvchilari, ya bilan bizlarda tasodifiy ko'rib turgan insonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Beruniy'dagi eng katta assortimentga ega bo'lgan mebel do'konlaridan birisi, ya'ni Asl Mebelning Beruniy'dagi filialidagi yangiliklar, qanday yangiliklari bor. Keyin undan so'ng mebel olatag'in bo'lsak, misol qanday yangilik taraflari bor, baholari necha so'mdan, kuxin necha so'm, zalga olatan bo'lsak necha so'm, kuyov bolalar uchun spalni komplektlar necha so'mdan degan savollaringizga javob berib o'tib ketamiz va hozir endi manzilni tushuntirib o'tib ketmasak bo'lmaydi. Boshida manzildan boshlaymiz. Bu yoq tarafimiz o'zimizning hafta bozoridan Glavon darvozasına borishdagi yo'l. Anag'imiz temir ko'pir hamma biladigan. Hozir biz turgan joy bu Bo'ston Ostonovkaning ko'chasi bo'ladi. Bu yog'imiz Bo'ston Ostonovka. Shu yerda shu ko'chaga aylanganingizda bunda ugul ana shu binoning 2-3 etajida joylashgan naq 2 etaj assortiment bilan to'la. Hozir burada dastavkalar chiqib turib qolgan, nima bo'lib turibdi burada? Dastavkalar chiqib ko'pmiz. Assalomu alaykum. Xudo xohlasa bular birisi deradi bular, Sanjara. Safxoza, Urgancham dastavka turadi. Urganch, Beruniyning o'zi, yana bularni Beruniydan Urganchga chiqib turibdi shundan. Beruniydan Urganchda bu yerda menda qolmagan narsalar bordan ketadi. Xo'p, endi ichkariga kirib assortimentlarni ko'rsak. Bo'ldi, ketdi. Zo'r taraflarini aytib o'tsangiz. Boburbek assortiment keng, divan kreslo deymilar, mexanizmni variantimlar luboyindan bor. Ham bizlarda yana bir narsa, hozir video davomida aytib o'tib ketamiz. Misol shu narsa 9,5 million so'm. 9,5 million so'mni 3 oyga bo'lib to'lasalar ham bo'ladi o'zining pulini. O'zining pulini bo'lib to'lashga berasizlar. O'zining pulini bo'lib to'lash. Foizsiz. Foizsiz. Ajoyib. Bu nima variant deb aytiladi? Bu nelarga mo'ljallangan? Hozirgi zamonaviy variantda bo'ladi. Materiallar ham turistik materialda, teddiy material, oxirgi dizayn, oxirgi model. Loboyini so'rab kelib, bemalol xarid oladi. 9,5 million so'm mana. Aldirdan pul beraman, pul bermayman farqi yo'q. Lekin cho'nniga tushman bo'lsak va kredit olib, misol, cho'nni spesialda so'g'aysa berib bo'lmaydi. Kreditga, misol uchun muddatli to'lovga shu 3 oyga bo'lib to'lashga hech qanday foiz soladi. Hozir men bu narsani misol ko'p odam aytadi-da, 9,5 million so'mmi dedi, 3 oyga dedi bo'lib to'lang dedi. Shu 9,5 million so'm 3 oyga bo'lib to'laydilar. Yo'q, men naholaman desalar, nah ustuna kelishman beraman. Bahosidan qaytib. Bahosidan qaytib kelishib beraman. Ajoyib. Bu yoqda nima bor yana? Bunda rasvetchalarni ko'rsatib ketali. Bunda shuni rasvetkasi, bu sal tiyumli sveti. Xalasalamda shohxonalar bor, 8,5 million so'm. Buni ham bo'lib to'layveradilar. Hozir aytib o'tganingizdek. Ha. Xo'p. Bo'lib to'lashga xarid etuvchi uchun nima olib kerak o'zi? Bir dona pasport kerak bo'ladi. Bir dona pasport bilan keladi, masala hal. Ha. Xo'p, endi bu yoqqa o'tamiz. Bu hozirgi aytib o'tgan boshqacha varianti. Bu yoqdagi nima bu? Zalga mo'ljallanganmi bu? Zalga, misol, boshqa bir xonalarga qo'ysa bo'laveradi. Razmerlar ham katta variantda. Bularni misol 6 million so'mdan bo'lib to'layveradilar. 6 million so'm bularning bahosi. Ha. Ajoyib. Endi byudjetli variantda qandaylari bor? Eng misol arzon necha so'mdan boshlanadi bu yerda? Eng arzoni xudo xolasa 3,5 million so'mdan boshlanadi. 3,5 million qaysi? 3,5 million depada ular. Shu variantlarga 5 million so'm. 5 million so'mni 3 oy bo'lib to'layveradilar. 5 million so'mni 3 oyga o'zining bahosini. Ha. Misol uchun 1 yilga xarid etadigan bo'lsa, ustuna qancha pul minadi? Shu ham aytib o'tib ketsak. Ularni ishida ishidan balla chiqarib, men to'shni narsa aytib beraman. Misol aytsam ko'p bo'lib ketsa, oz bo'lib ketsa, shuning uchun ishlar keladilar, o'zlari hisob kitob chiqarib beradilar. Bu 5 million so'm o'zining pulini, agar o'zining pulini bo'lib to'laymiz, yo'q, men pulim naqd deyilsa qaytib beramiz. 5 million so'm shundan necha odamga mo'ljallangan bo'ladi? 12 odam. Necha? 12. 12 odam, ajoyib. Bu yoqda 3 pufigi bilan yanimda. 3 pufigi bilan. Imanda zo'r baho aytib beraman. Bu qizil variant. Razmeri 320-220 ichida 2 dona tummasi bor, sifatlari zo'r. Buni bahosi ham zo'r bahoda 3 million so'mga o'zining pulini bo'lib to'laydilar. 1 million so'mdan to'laydilar. Oyna 1 million so'mdan tushadi. Oyna 1 million so'mdan. Ajoyib. Vidlar ham ajoyib ko'rib turganingizda yanimda pufigi bilan yaqinda mana pufigini ham taxlab qo'yibdilar. 2 dona pufigi bor. Ko'rinib turgan ana shu pufigdan shundaydan ekovi bo'ladi umumiy va buncha odam mo'ljallangan. 8 odamlik bo'ladi. 8 odamlik 3 million so'mga. Aynan 1 million so'mdan o'zining bahosini bo'lib to'lasa bo'ladi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Like'larni bosib, hozirning o'zida yaqinlaringizga videoni
Prямо turdan tur yuborib qo'ying. WhatsApp, Telegram gruppa bo'lsa, ularga da tasab sababi Beronida eng katta assortimentga ega bo'lgan mebel do'konlaridan birisi bu. Bu yerda hammasini bir joydan topishingiz mumkin va hozir aytib o'tganimizdek, 3 oyga o'zining bahosini bo'lib to'lash imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Bir pasport bilan kelasiz, masala hal. Bu yoqdan uni bor. Bular o'tiradi, ular pujilli bo'ladi, sifatlari zo'r, 5 dona takasi bor, razmeri ham bundan kam 320, 228 adamlik bo'ladi. Ichida 2 dona tummasi bo'ladi. Tummasi skladda o'xshaydi, 2 dona tumma bo'ladi. Buni bahosini 5-5,5 sotib o'tirdik. Mana endi 4,5 million so'm atib beramiz. 3 oyga bo'lib to'layveradilar. 4,5 million so'm. 3 oyga o'zining bahosini bo'lib to'layga bor. Keyin dastavka soni qisqalay bo'ladi bularning. Dastavka ustanobga 100 O'zbekiston bo'yicha atib beraman. Bepul. Bepul. 100 O'zbekiston bo'yicha. Samarqand, Buxoro, Navoiy, Luboyga dastavka atib beraman. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Butun O'zbekiston bo'yicha xohlagan joyingizga, xohlagan tanishingizga videoni orqali yuborib qo'ying. O'zbekiston bo'ylab viloyatlarga, Toshkentga, Xorazm, Buxoro, Samarqand xohlagan joyingizga dastavkalari va ustanovkalari 100% bepul bo'ladi ekan endilikda. Hali bular tummalari, oyoqlari qo'yilmadi, noshkalari, noshkasini qo'yib beramiz. Toza keldi bular 330 ga 230, mushlar 90 gradusda ishlangan. O'yini bak mushlar kelib turadi, sifatlari zo'r. Materiallar ham super moshita var. O'tadi uni Pampers Prujin arkasi o'zining materialida. Bularning Boburbek baholari 6-6,5 sotib turardik. Endi bu baholar kerakmidi? 5,5 million so'm beradilar. Gelishtirib beraman 5,5 million so'm, 5,5 million so'm kredit amat chiqarib beramiz. 5,5 million so'mga yangi o'zining pulini bo'lib to'lashga xarid etishlar bo'ladi. Demak, menimcha bu aytib o'tilgan ma'lumotlar ko'pincha hozir to'y harakatida yurgan, yo bir ham uyga toza ko'cha o'tirgan insonlarga ko'pincha bir olgan vaqtda 2-3 mebelni bir oluvga to'g'ri keladi. Sabab uyda bir ishlaganda ishlab tashlash kerak. Shuning uchun hammasini bir deganda puli yetirish ansat emas, o'zi bo'lmaydi hozirgi vaqtda va shuning uchun muddatli to'lovga bemalol xarid etsangiz bo'ladi. Bo'lib to'lashga qolgan vaqt ustidan foiz minib, puli ko'payib ketib, penya minishma degan muammolar bo'lmaydi. Eshingizning adına birov kelib, boshqalar ham bo'lmaydi. 3 oyga o'zining bahosini bo'lib orqadan to'layverasiz. Bunday narsadan ko'p odam tushunmaydi. Misol hozir men bu narsani chiqarib beramiz, kreditga deb aytsak ham bo'ladi. U narsa misol yolg'on gap bo'ladi-dan Boburbek. Misol hozir men shu narsani o'zini pulini sotsadim bo'lsam 5,5 dedim-ku, 5 million so'm berib bilaman naq pula. Agar kredit atib olaman desalar 5,5 million so'm atib beraman. U men kisam men bettirib men bep bilinmem doğrusu unday mablag'imiz ham yo'q, neyimiz ham yo'q. Doğrusunu doğru aytgancha ko'p odam xalq tushunmaganlardan boshqa do'konlarda deydi o'zini pulini berib turibdilar. Hech qanday o'zini pulini bermaydi. Pasport alishgan narsa kredit bo'ladi. Buni avval ham aytganman, hozir ham aytaman. Pasport alishgan narsa kredit. Bu ham kredit. Men 5,5 million so'm o'zini pulini beramizdan, kredit atib chiqarib beramiz. Naq pula 5 million so'm. Luboy narsa 500 ming so'm minadi. Luboy narsa. Ina bu mina 5,5 million so'm, naq pula 5 million so'm. Bu ham 5,5 million so'm, naq pula 5 million so'm. Ustida naq pula hech vaz yetmadi, Boburbek, naq pula gashib beramiz. 500 ming emas, undan ham qaytib beramiz. Kalla uruvsiz glavnisi. Bu narsalarni 6,5 million so'm, kreditga 7 million so'm. 6,5 million so'm voy, necha odamlik bağı? Uni 20 odamlik yetarmi? 20 odam. Uni bir tashkil savodi voy bunda. Bir tashkilna pul bo'lib turadi, 3 dona tummasi bor. Kafe, restoranlarga polni ketadi bizlar. Luboyga ketadi. Endi misol shu o'rinda bir savol tug'ildi. Misol mening kafem bor, ochib o'tirman. Lekin men kafemning remonti bu qo'yib qo'ygan rangingizga to'g'ri kelmaydi ag'a. Lekin mana shu 20 odamlikdan kerak. Shu yog'ina qanday masalan zakaz etib bir kutib turadigan variantlar, shunday variantlar bormi sizda? Ishqi mebeldan maxarfa bo'lsa, luboyni atamiz. Qaragan rangda taqib beramiz. Qalagan rangi. Zakaz qancha vaqtda bitirib berasiz? Bir hafta 10 kun. Hafta 10 kun. Ekranlaringizda hozir og'amlar nomerini qo'yib qo'yibmiz. Bir emas, 2 nomer qo'yib qo'yamiz. Ekranida bemalol murojaat etib, xohlasangiz uyingiz uchun kafe, restoraningiz bormi? Bir yer ochib o'tirmisiz, bilyardxona ochib o'tirmisiz, PlayStation, misol uchun o'tiratan hamma yerga dim bo'lmaganda bir mebel yo bir stol kerak bo'ladi. Bemalol stoli bilan qo'shib mebelni zakaz etsangiz, xohlasangiz ko'rib turib videoni ko'rib, o'zingiz kelib ko'raman desangiz, Bo'ston Ostonovkaning ko'chasida shundagina 2-3 etaji mebel bilan polniy parchet taxlangan. Kelib turib ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yoq tarafdan uni ular bor ag'a. Bular ko'rinishni o'zi ham aytib turibdi, ishlayotgan bu narsani. Tummasini o'zi sparni bir odamlik sparni oldi, bir tummani o'zi. Razmeri ham 430 ga 230. Materiallar ham yana tutib ko'rsangiz, dum sifatlisini eng oxirgi dizaynda ishlangan narsa. Bahosi qancha? Bahosi 7,5 sotib turardik. Mana hamma biladi buni. Necha so'mga sotishtiramiz bu narsani. Mana Boburbek 6,5 million so'm atib beraman. 6,5 million so'm. Bu ham bir 20 odamlik bor-ku.
Necha adamlik bu? 12 adamlık bo'ladi. 12 adamlik. Agar uydagilar bilan kelisha olmay qolsang, mana ikkovini qo'yib turib esdan, ha? Tasab turib yotaverasan. Chiqarib ko'chadan qo'yadi yoqib ketaverasiz. 6,5 million so'm naqd puli, agar nataman desalar 7 million so'm. Arqangizda aytib o'tmaysizmi? Penallar, Hava. bu yerda bular 5,5 million so'm. 1 2 3 komplektmi общий? Ha, 1 2 3 5,5 million so'm 3 oyga bo'lib qo'ydilar. Bu narsa 4,5 million so'm, 2 bo'laki bor. O'rtasi yo'q. Bu yoqdag'ini. Bu narsa 420 220 ichida 4 dona tummasi bor. O'tada ular ortopedik prujin sifatlari zo'r. Bular ham 6,5 million so'm 3 oyga ketdi. Agar naxa 6 million so'm. Naqa 6 million so'mga olaveradilar. Xo'p, bu yoqdag'ini. Bular ham 7 ham sotib turardik. Bular ham naqd puli 6 million so'm. Varianti 6,5 million so'm. Xo'p. 12 adamlık bo'ladi. Parda model, arkasam o'zining materialida o'tada uni Pampers prujin. Bu 12 adamlık. Yanında 3 tummusi bilan. Ha. Buni material boshqacha bu? Yani bu tulelere o'xshaydi material, yani nelar bor-ku, sifatidan dahshat narsa. Material ham teddiy material, qimmat materiallar ishlangan. Yazmen ham katta variant 430 230 12 adamlık. Bahası 7 million so'm. Varianta naxa 6,5. Naqa 6,5. Ha. 7 million so'm bunada shunda hammasini yana bir eslatib o'tib keting. Aytib o'tganingiz 7 million so'm, naqa 6,5 million so'm, 7 million deganingiz misol o'zining aytilgan bahasi yana 3 oyga bo'lib to'lovga amal etadi, xohlagani. Ha. Misal keladilar, bu narsa 7 million so'm dedik-ku, misal 7 million so'mdan qaytib bo'lmaydi, varianta bo'ladigan bo'lsa. Agar pulim naq ustida tashiman desalar, kelishib beraveramiz. Misal bu narsa olib, bu narsa oladigan bo'lsa, yana qaytib beraveramiz. Ishqi bahasini tushib beraveramiz. Kelishimi bor. Ha, lekin yani variant degan narsani biz bu variant degan narsaga qarshiman, lekin hozir xalq talabi oxiri, shedasiz. Majburlikdan ko'pmiz, ana 7 million so'm 3 bo'lib turaveradilar. Bu narsamiz ham naxa 4,5, varianta 5. 430 230 içinde 3 tane tummasi bor. Bu narsani Luboydan so'rayversinlar, Luboydan so'rasinlar. Kamida naqd pula 5,5 million so'm oladilar. Naqd pula. Hava. Men 4,5 million so'm beraman naqd pula. Naqd pula 4,5 million so'm. 3 tummusi bilan yanında. Ha, 5,5 million so'm sotib o'tibdilar naqd pula. Men lekin 5 million so'm variant etib beraman. Ajoyib. Bu yoqdagi ne bu? Keyingisi. Bu 430 230 mushtar 90 bo'lib ishlangan, sifatlari vobshim dahshat. İçinde 3 tane tummasi bor. Bir zalni doldurib turadigan narsa. Xo'p, necha so'm bu? Bu 7 million so'm stol putoli bilan beraman. 7 million so'm stoli yanında 3 tummusi bilan. 3 tummasi. Ajoyib. Varianta. Variantga 7 million. Ha, oldindagi stoli bilan, lekin boshqa stol emas, shu stol bilan beraman. Agar yo'q, menga na xabar desalar, stolsiz 6 million so'm, stol bilan 6,5 million so'm. Stolsiz 6 million. Naqqa. Ha. Bam 6,5 million so'm, 3 tane tumma, razmeri 430 230 6,5 million so'm, varianta 7 million so'm. Ajoyib. Menimcha bugungi videomuz eng bir yana yurakning mana qurtini o'lmay turgan joyi bo'ladi. Yurakning qurtini o'ltiradigan video bo'lib turibdi deb o'ylaymiz. Sababi boshdan oyoq barini bir chetdan urib ko'rsatib kelatirmiz. Necha so'mdan, qanday variant, metri qanday, materiali qanday, narxi qanday, bo'lib to'lashga asa bo'ladimi, bo'lmaymi, nular bor. Hammasini bir chetdan ko'rsatib kelatirmiz. Shuning uchun like'larni hozirning o'zida bosib obuna bo'lib qo'ysangiz, bir videoning ichida o'tirgan shunday yangiliklar, nerda nu bor, nerda nuni asa bo'ladi, nerda nu ochilyapti, hammasini birini jo'p bilib borasiz. Xo'p. Bu narsamiz Boburbek 6,5 million so'm variantdan naq 6. Dahshat narsa. Bu narsalar o'z vaqtida bundan bir yangi yildan burunlarda sotilgan 8,5 ham sotildi, 9 ham sotdik. Hozir baholar tushib qoldi. Bahasi 6 million so'm. Naqa, shtira. Ajoyib. Общий 3 bo'ladi komplektda. 3 komplet, oyoqlar ham yog'och bo'ladi. Sifatini bemalol ko'rishingiz mumkin. Yog'ochdan ishlangan, laklanib, ajoyib etib taxlab qo'yilgan sifatini tanib. Bu shoxanani ko'rsatib qo'yinglar, dim dahshat. Mana 7,5 million so'm varianta beramiz. 7,5 million so'm. 1 2 3 o'xshay. Xo'p, yuqorida nima bor? Yuqorida endi arzonroq variantlar bor, to'g'rimi? Arzon ham, qimmat ham aralashib yotdi. Endi asl mebelning ikkinchi etajına keldik. Bu yoqda bir-biridan hamyonbop ham, arzon ham, qimmat ham hammasi bir joyda joylashgan. Bir chetdan boshlaymiz. Ayting og'a. 6,5 million so'm varianta 430 230 13 adam svetlar ham qarashni svet.
Bu yerda kamalak yo'q svetlar bor. Har xil svet bor. Tutgan svetlardan beraveramiz. Yangi aytib 6,5 million so'm, varianti 6 million so'm narxi. Bularni? Qarasalar bu variantini asli 6 million so'm, svet uchun rasvetkasi 6 million so'm, narxi 6,5 varianti. Xo'p. Bom shu narsa. Boshqacha rangi shuni. Havo. Top shu bahasam bir tur. Ha getdasa 5 million so'm varianti. Narxi 4,5 million so'm. Naqa 4,5 million. Havo. Ajoyib. Varianti 5, narxi 4,5. 4,5. Bular ne? Bu variant 4,5 million so'm. Varianti 4 million so'm narxi. 4 million so'm. Naqa 4 million so'm shtir üstünde. Üstünde shtra. Bundan ham qaytaraman, videoni ko'rib keldik desalar. Bu yaşdan qaytib bo'lmaydi, imindi. Bu yaşdan. Jasillashsa, bundan jasib beramiz. Xo'p. Dastlab ustanokisi içinde bo'ldi. Havo. Bular ne? Top shuning boshqacha varianti bor. Qarashni sevdi. Kuxunni uголок. Kuxonning uголокlar narxi sotiladi. Narx puli 1 million 800 ming so'mdan. 1 million 800 ming so'mdan. Havo. Stoli ichindami? Stollari, dastavkasi, ustanokasi ichida 2 dona tummasi, telari sandiq bo'lib ochiladi. 1 million 800 ming so'mdan narx puli sotiladi. Shundan o'zimizning uyda bor. Buyoqqa eng yag'i uyda bizning opamlar aytadigan narsa bor, ayollar baklashka yeyadi sutga. To'sin shu narsaga o'g'in keladi, o'shaning. Bizning uyda baklashka, bu yerda o'nchiq to'lib turibdi. Baklashkalar taqlab turib, yayib orqaning ustida o'tiraverasiz. 1 million 800 ming so'mga stoli yonida ko'rib turasizlar. Ikki pufigi bilan общий kuxnyaga olib orqani joylashtirib yuraverasiz. 1 million 800 ming so'mga ichida narxqa shu narxda. Ba'zi bedan shoyant bo'lib turgan, to'g'ri arzoni qimmati yetib qolibdi. Bu narsa 4,5 million so'm. Narxi 5 million so'm dedik. Bu narsa ham shu bahodan ketdi. Bu boshqa narsa lekin. Narxqa bom 4,5. 4,5 5 million so'm. Voy, Bam 4,5 5 million so'm. Zali bir bizada yetaversin. Bizada dekkanchilik bu narsalar. Sklad ham pech, do'kon ham pech. Tutgan svetlaridan, bu aytgan svetlaridan to'p beramiz. Hozir aytib turganingizda, misol bir chetdan aytib o'tib 4,5 47 48 49 deganda, lekin ko'rib turgan insonlar, misol ayol odam ko'rgan, ayol odam oladi-ku mebelda sizlarda. Erkak borib mebel qarab turganini ko'rmadim men. Sebab aytmasa, olinmasa, menga mebel kerak emas aga. Bunda o'z. Ajak adam qiziqmidi-ku. Bo't. Ayol odam bir narsa olishdan oldin, masalan, o'zim opamdan kelib chiqib aytaman, hamma uchun javob bera olmasligim mumkin, lekin hamma joyda solishtirib ko'radi oldin. Shuning uchun bu narsalarning o'rtacha bahosini hech bo'lmaganda bir 3 oy oldin borib ko'rgan bo'lsa, bir videoda ko'rgan bo'lsa biladi. Shuning uchun shu yerdan orqadan bo'laring. Aytib turgan bahangiz zo'r baha bo'latag'im bo'lsa, uni o'zi ko'rib, deb tushuntiramiz. Любой yerdan solishtirib, so'rab surishtirib kelaversinlar. Mana bu narsamiz ham mana shtra 4,5, narxi shtra 4,5, yaqinda varianti 5 5. 5 3 oyga bo'lib to'lashga. 5 million so'm. Narxqa 4,5 million. Babur, men xalqni aldashni yomon ko'raman. Misol kreditda bet tutibman. Bu muddatli to'lov deb aytiladi-da, bu narsa kreditda kafil so'raydi, garov so'raydi, yana bir versan so'raydi. Yani ata-bolang o'lib ketgan odamlardan dokumentlarni so'raydi-da. Bizda u narsa emas, pasport bo'lsa bo'ldi, lekin muddatli to'lov degan bu ham bir kreditni bir turi. Shu narsaga chiqarib beramiz. Shkolat svetincha so'm bu. Bu ham shu variant 4,5 5. 4,5 5. 4,5 narxqa 5 million. Ava. 3 oyga bo'lib to'lashga. 500 ming so'm mazlitsada tutgan versangiz, 500 ming so'm qo'shasiz olib ketaverasiz. Bergisi ham shu baho. Bu ham shu baho. Yaproq sveti prosto. Xo'p, buyog'i. Bu ham shu baho. Bu ham shu baho. Yana bu yoqda yana bir varianti bor. Bu ham shu baho. Bu ham shu baho. Bu narsalar yana 6,5 millionlik narsa. Voy, 6,5 million so'm, 7 million so'm variantda beramiz. 6,5 million so'm narxi. Narxi 6,5 million so'm. Sifatlar vobshim dahshat. Bizani ishchilar bitta yalqovroq, tummam qo'ymagan. Qo'ymagan noshga. Xo'p. Ko'rib turganingizdek, sifatini orqadan o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Dahshat narsa. Hajatib orqadan jonning hazi bo'ladi, yotaverasiz orqadan ishtib. Bunga televizorda qo'yasiz. Bunadan berib ko'rib yotaverasiz orqadan. Bunda ham shuni rasvetkasi 6,5 million so'm, shtra 7 million so'm variantda. Bu yoqdagi ne? Bu ham shu 4,5 5. 4,5 narxqa 4,5 bo'lar ham. Ba'mina shu narsa. Chasom. 4,5 5. Bam 4,5 5 sen naho desalar yana raklet ketar 4,5 million so'm naha. 5 million so'm 3 oyga bo'lib to'lashga. Ava. 4,5 5 bu narsa bo'lardi. 4 million so'm variantda beramiz, 3,5 million so'm naha. Yo'q, 3,5 million. 12 odamlik. 12 odamlikda 3,5 millionga. 3,5 million so'm. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ishingizga rivoj, ajoyib. Kommentga fikrlaringizni hozirdan o'zingizda yozib qo'ying. Niyat etib qo'ygan bo'lsangiz, kelib turib tezroq olishga ulgurib qolishingiz kerak. Bilinman, bir variantlar ilojini topib kelishingiz kerak, tamam. Babur, bu stol hech yerda bermaydilar mana.
Kamida 1 million 800 ming so'm aytadilar. Men 1 million so'mdan qo'yib beraman shahxona stol. Stoli bilan 1 million so'm minadi üstüne. 3,5 million so'mdan 4,5 million so'm Stoli bilan. Naqd pul va stoli bilan. Ajoyib. Adindagi shahxona stoli bilan ham bu yana bir yaxshi tarafi xon taxtdan bo'ladi stol. Xon taxtdan etib bo'ladi. Bu variant Ya'ni mexanizm. Bu bir danasini bor, bir danasi bor. Buni 6,5 million so'm variant asillari. Bobur 6,5 million. Bunga hech kim bermaydi. 6,5 million so'm 3 oyga o'zining pulini bo'lib. mexanizm nasıl? Mexanizm bo'lsa, spinchalar suriladi, hammasini suriladi. Tartib ham suriladi. Kengishti. Ha, polni divan ham bo'ladi, Spalni. yatatan spalni ham bo'ladi ekan-da o'zinde. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Zamarvozdan patr qarab. Bular sotildi bular. Hava? Bu varianti. Bular bayna 3,5 million so'm, varianti 3 million so'm naxa. Buni ya koreysdan kinolarida o'zida u bular. Hava. Unjit. Ha, bunday aytilaman bu. Hava shunday qo'yiladi. Oo. Voy. Cho'kasan bunda. Ko'rib tursin, ketdi o'zi kirib. Bular suriladi ham. O'qib kelib pasadi o'zi biroq. Zo'r narsa. Buni ham zo'r bahoda aytib beraman. 5 million so'm varianta. Variantga 5 million so'm. Narx qancha? 4,5 million so'm. 4,5 million so'm narxqa shuni. Bu narsa Boburbek vaqtida 7,5-8 million so'mga sotganmiz naqd pulga. O'zikari baho aytatan vaqti. Ava, bu narsadan bir dona qolib ketgani uchun men shu baho aytib berdim. 4,5 million so'm naqd pulga. Gap so'z bo'lishi Olib mumkin qoladi emas. o vaqtda. Pulga qo'sam, kelib 500 ming so'mdan qiynalmay basfara yaxshi lekin. 3 oyga bo'lib to'layotgan bo'lsangiz, sen aytib o'tganimizda 500 ming so'm ustuna minadi. Bo'g'ani, bu yerda hech qanday yolg'on bir maxinatsiya ishlatib chaqirib olgancha degan gap yo'q. Barcha ma'lumotlarni berib o'tdik. Videoni hozirdan o'zida yaqinlaringizga sразу yuborib tashlamasangiz bo'lmaydi. Sababi Beruniyda o'shunda eng katta assortimentga ega bo'lgan mebel do'konlaridan birisini ko'rsatib o'tdik va ekranlaringizda nomerlar chiqib turibdi. Shu nomerlarga bog'lanib, to'liq ma'lumot olsangiz va barajaq vaqtingizni aytib qalasangiz videoda ko'rgan bir variantingiz sizga dim ma'qul bo'lgan bo'lsa, eldinni aytib, zanit etib qo'ysangiz ham bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin va videoga like'larni. Yana bir narsa aytib o'tib misol video chiqadi-ku. Video chiqqandan keyin videoni kelib, misol unda ko'rsatadilar. Men bu yerda bo'linman. Menda yana 5 million so'm qo'yibsan, yo 5,5 million so'm qo'yibsan deb kelaversinlar. Misol men bo'lman qo'ymaydi. Keyin onda tushunmovchilik bo'lmasa, menda 5,5 million so'm 3 narsani qo'yibsan deb olib ketaveradilar shu. Arqayn. Hava. Xo'p, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin, like'larni bosib, ustidan bosib turib, qaraytirib qo'ysangiz shuning o'zi yetarli va yaqinlaringizga berib qo'yishingizdan chiqmasin. Sabab bunday baho ulgurib qolishingiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Toza joyga mebelli o'ng bo'lsin.